Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bu videomizda yana bepul Telegram yulduz olish haqida gaplashamiz. Hozir birinchi yulduz chiqarishni ko'rsatib o'taman. Undan oldin sizlarga botni ko'rsatib qo'ying. Mana bot haqida to'liq video mana bu yerda tayyorlaganmiz. Hozirgi yulduz chiqaradigan botimiz haqida eng oxirgi videolardan turibdi 3 kun oldin. Mana shu videoni ko'rib, bot haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Botimiz shu ko'rinishda edi. Endi hozir yulduzlarni chiqarib olamiz. Xo'p, menda hozir 20 tur bor. 25 ta chiqarishim mumkin. Yana menyular bilan tanishtirib o'taman. Mana klikker menyusi bor. Bunda bosganimizda bizga 0.10 ta yulduz beradi. Ya'ni bundan 10 ta olsak bitta yulduz bo'ladi. Bu yerda do'stlarimizga taklif qilganimiz uchun 3 tadan yulduz beriladi. Har bir do'stimiz uchun mana referral havolani tarqatib ishlashimiz mumkin. Keyingisi profil bo'limi. Profilimizdagi o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlar va balansimizda qancha yulduz borligi haqida ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi chiqarish bo'limi. Buni alohida hozir chiqarib ko'rsatib beraman. Zadaniya bo'limi. Bu yerda 2 ta yoki 3 ta kanal bor. Mana shularga obuna bo'lib, qanchadir yulduz olasiz. Keyingisi ruletka. Bu yerda yulduz yutkazishingiz ham mumkin, yutishingiz ham mumkin. Shuning uchun o'yin. Keyingisi ham xuddi shunaqa yulduz tikib o'ynashingiz mumkin. Bulardan foyda yo'q. Xohlasangiz omadingizni sinab ko'ring, lekin men tavsiya qilmayman. Xo'p, keyingisi bu ma'lumot, ya'ni bot haqida umumiy botni qo'llanmasi. Bu yerda esa qancha odam borligi va birinchi 3 ta odam mana nechta odam taklif qilgani, qancha ishlagani, xullas reyting. Hop, keyingisi azizlar, siz bu yerda fikringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Hop, mayli, chiqarib ko'rsatib beraman. Bundan boshqa botimiz bor. O'sha botdan ham yulduz ishlasa bo'ladi. Shuni ham ma'lumot berib o'tib ketaman. U haqda ham to'liq ma'lumot beraman. Xullas 15 tani bosamiz. Mana tasdiqlansa bo'ldi. Bizga birinchisi mana do'stlar, darrov yuborildi yulduz. Ko'rishni bosamiz. Mana 15 ta, ya'ni biz 13 ta olishimiz mumkin. Ustiga bosamiz, aylantirishni bosamiz. Mana qo'shildi balansimizga. Bu balansni qaydan ko'ramiz? Telegram yoki xullas Telegram umumiy qaysi bir bo'lsa ham sozlamalari bo'limiga kirganimizda mana yulduzlarim bo'limi bor. Mana shu yerda balansda turadi. Bu yerda mana nechta, nimaga qancha ishlatganingiz hammasi turadi. Mana qancha kiruvchi, qancha chiquvchi va barcha ma'lumotlar mana shu yerda bo'ladi. Mana botdan ham xabar yuborildi. Yulduzlar taklif qilindi deb. Bemalol ishlashingiz mumkin. Havola opisaniyada, kommentariyada bo'ladi. Xullas, yechib oldik. Endi yangi bot. Bundan yulduz tushirish qiyinroq, lekin omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Lekin albatta to'laydi. Bu ham sovg'a yordamida to'laydi. Mana Virus Game Bot. Xo'p, hozir bu haqda ham to'liq ma'lumot berib o'taman.
u yerda mana bu yerda vazifalar bor. Mana shu vazifalarni bajarib, mana bu o'zini tangasi bor. Mana shuni yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Monetani yig'ib, bularni yulduzlarga almashtirsak bo'ladi. Keyin spin. Har kuni bittadan mana bu yerda mana monetalar, hadyalar mana hozir menda ko'rinmayapti. Mana bu bo'sh joyning o'rnida hadyalar bor. Mana shu aylanadi. Internetim sal pastroq bo'lganligi uchun ko'rinmayapti. Mana shuni ruletkani aylantirib yutib olishimiz mumkin bo'ladi. Chiqqandan so'ng sizga botdan havola tashlanadi va mana shu havola orqali kirib hadyani olishingiz mumkin. Keyingisi shop bo'lma. Mana bu pastda shop bo'lma bor. Mana bu yerda mana monetani yulduzga aylantirishimiz mumkin. Hozircha ishlagani yo'q deyapti. Tez orada ishlaydi, qayta urinib ko'rasiz deyapti. Mana bu yerda qana sovrinlar hammasi turadi. Mana bu vazifalarni bajarib ham monetalarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu birinchisida kunlik bonus berib boriladi sizga har kuni. Bu yerda mana do'stlaringizni taklif qilganingiz uchun ham bizga anchagina bonuslar beriladi. 50.000 token 10 ta do'st uchun, 50 ta uchun 100.000 ta token beriladi, ya'ni moneta, va 100 ta do'st uchun NFT, ya'ni NFT beriladi, ya'ni mana shu hadya beriladi. Buni yulduzga aylantirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin 1000 ta do'st uchun mana yana NFT, qimmatroq NFT, bunga ko'proq yulduzlar beriladi. Xullas, mana shunday qilib bu botdan ham yulduz ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bot nomi Virus Gamebot. Mana Virus Gamebot. Kirib bundan ham bemalol yulduz ishlasangiz bo'ladi. Xullas, bu videomiz mana shundan iborat edi. Havolalarni opisaniyada, kommentariyada qoldiraman. O'tib kirib bepulga ishlashingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bundan ham foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun videoga like tugmasini bosib qo'yinglar. Fikrlaringni albatta kommentariyada qoldirishlaringni so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.